Xitoyning dunyoga qaratib turib Sharqi Turkistonda turklarga qarshi irqiy qirg'inchilik va yo'qotishni davomlashtirmoqda. Xitoy rayonidagi madaniyat boyligini yo'qotish uchun ziyoli, san'atchi va ilm ahllarini zarba berish nishoni qilmoqda. Şu anda dağlıq yazğıcı muxbir sanatçılarni o'z ichiga olgan 300 dan ortiq kishi lagerlarga qamalgan bo'lib, oqibati aniq emas. Sharq Turkistonda millionlagan xalq bilan birga adib va san'atkorlarning hammasi digida qamoqqa ilindi. Saadet Partiyasining Monaxir rayonidagi vakillari Duisburgda Sharq Turkiston informatsion markazini ziyorat qildi. Rayonlik sho'ba raisi Hasan Yazar, Saadet Partiyasi Yevropa tashviqot bo'limi mas'uli Murat Gurbuz va Hasan Shimshaq qatorliqlardan tashkil topgan hay'atning ziyoratida muhim masalalar muzokara qilindi. Xitoy o'tgan yili dekabrda qo'lga olgan 2 Kanada fuqarosini boshqa bir kishining vositasi bilan jasuslik qilgan deb aybladi. Xitoy Kompartiyasi Markaziy siyosiy qonun komitetining bayonotiga asoslanganda Kanadalik sobiq diplomat Jun Kauring va savdogar Sparoni Xitoydagi bir kishi bilan aloqalashib davlatga oid sezgir uchurlarni to'plash va jasuslik qilish bilan ayblangan. Huawei shirkatining yuqori darajalik boshqaruvchisi Kanadada qo'lga ilingandan keyin Xitoy yuqorqi 2 kishini Xitoyning davlat bexatarligi tahdid yetkazadigan faoliyatlar bilan shug'ullangan deb qo'lga olgan edi. Iranning yadro qurollari tadqiqotiga qarshi Saudiya Arabistonning bu sohada texnik o'tinib berish uchun Amerikadan boshqa bir davlatni izlayotganligi o'tirg'a qo'yildi. Yaqindan buyon Pokiston, Xitoy va Koreya bilan yadro hamkorligiga bo'lgan Riyad doiralari yadro kuchini harbiy sohada ishlatmaydiganligini bildirdi. Amerika bo'lsa Saudiya Arabistonning yadro qurollarini xalq turmushidan boshqa sohalarda ishlatishdan andish qilmoqda. Hindiston bilan Rossiya 3 milliard 300 million Amerika dollar qiymatidagi Tayfun tiplik yadro dengiz osti kemasi kelishimini imzolaydi. Rossiya taratqullarining xabar qilishicha, Rossiya bilan Hindiston 7-martda bu kelishimiga imzo qo'ydi. Rossiyaning 1980-yillarda ishlab chiqargan Akula dengiz osti paraxodlarini Rossiyada zamonaviylashtirgandan keyin Hindistonga topshirib berilishi mo'ljallanmoqda.